Erkak kishi birodarlar. Qaranglar, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Ha? Agar tarbiya qilishlikda ayolingiz sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi bo'lsin birinchi sizga. Erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimni xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimni rozi qilsam, Allohning roziligiga yaqinlashaman ekan deydi, shunda erini xizmatida qoyil bo'ladi.